Qizilxonada sovg'a qo'lida bitta ruxshonni olsang, bola kiringlar. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasan. ko'p ko'rgansan-da. Qanday qo'ling bor? Yoqmadimi? Bilardingmi men real fanatligimni? Men hech qachon Barsaga sotilmayman. Buni sarpenga olib qo'ygan. Ol. Kanikulda guruhni ochib maslahat qilmadilaringmi? Ochdik, gaplashdik, keyin shu qarorga keldik. Qaroringiz? Qarorlaring Barselona bakali bo'ldimi? Siz bundan ham ortiqqa loyiqsiz. O menga qarab bizga bakal berib qutulib paralleldagi bolaga sovuq bilan atir berib yuribsanmi? Sen bunaqa mehr bera olmaysan. Voy, men shunaqa beraman, uyimga sovchilaringni jo'nataverasan. Yo, vijdonan etlaring. 8 ta bolaga 25 ta qiz. Nech puldan yig'dilaring? 14 ga 14 mingdan. Biz ham 8 ga 8 mingdan yig'ar ekanmiz-da. To'xta, o'zi 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bo'lsa, senlar kimni himoya qildilaring o'zi? Yaxshilikni bilmaganlar. Zakusoq chiqib,